Assalomu alaykum, Sho'roqov, Instagram. Navbat chitir-chitirga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Ibrohim aka, Xush kelibsizlar aka. Juda ham xursand bo'ldik kelganingizga, kech bo'lishiga qaramang. Shunchalik hurmat qilib kelibsizlar. Rahmat kattakon. Yangi joyimizda mana 3 qahramonni xudo xolis kecha ochdik. Kelsanglar xursand bo'lamiz. Oilaviy keladigan joy qilganmiz-da, aka. Bemalol kelib o'tirib mazza qilib ketsa bo'ladigan joy inshaalloh. Ovqat tanlab o'tirmaysizlar, bu yerda. Osh deysizlarmi, yevropeyskiy deysizlarmi, uyg'ur deysizlarmi, pitsa deysizlarmi, xullas hammasidan bor. Kelsanglar mazza qilib ketasizlar. Shahardagi filiallarimizdan sanab beraman. Chilonzorda bor, Yakkasaroyda bor, hop, Qatortolda bor, Beruniyda bor, Chimganda bor, Yunusobodda bor, ikkita. Xullas joylarimiz ko'p, aka. Go'sht mahsulotlari живой, Xuddi shunaqa живой o'zimiz so'ydirib ishlatamiz, qolganini go'sht qilib sotamiz, xudo xolasa. muzlatilgan go'sht ishlatmaymiz. Muzlatilgan korobkali go'sht yo'q. Faqat mana bugun so'ysa, ertaga ishlatamiz. Rosta kasbi. Qo'ymani ostimlar bo'ladimi yoki xudo chaqiruvlar bo'ladimi, kuyov chaqiruvlar yoki ro'zada iftorliklar bo'ladimi, bizlarni borib yopib berish xizmatimiz bor. Bemalol xuddi majlisomsa bo'ladi, adim bo'ladi. Chotki qilib, borib xizmatlarni ham idealni qilib rozi qilib kelamiz. Faqat bizga kelib zakaz berib ketsa bo'ldi.